Uzr do'stlar, sizlarni zarracha vaqtinglarni olganimdan afsusdaman. Video boshlanishidan oldin bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bizning kanalimizda 97% odam obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Bu juda ham yomon akalar. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yib, like tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, o'zingizlarga yaxshi bo'lar akalar. Chunki keyingida chiqayotgan videolarimizda o'tkazib olmaysizlar. Oldindan rahmat. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Elgo Gamer. Bugungi videolarimizni ko'rish turgandan bag'oyatda xursandman do'stlar. Bugun sizlar bilan ko'pchilik yoqadigan o'yin Special Forces Group 2 da men sizlarga zombilarni o'ldirish uchun eng zo'r joylarni ko'rsataman akalar. Albatta sizlar videoga like bosib qo'yishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Men tushunmadim, zombi rejimiga qo'ydim, lekin menda boshqa rejim bo'lib ketib qoldi. Mana zombi rejimini endi qaytadan akalar uzrasizlar endi akalar. Snow map. Xo'sh, farqi yo'q, qanaqa player bo'lishimizda ahamiyati yo'q bitta hozir akalar. 190 soniya qo'yib qo'yamiz, chunki vaqtimiz sal kamroq, tez video tashlashim kerak. Ko'rsatishim kerak sizlarga qanaqa joylar bor, qanaqa nima, kimni kim qanaqa qiladi degan savollarga sizlar javob topishinglar kerak akalar, to'g'rimi? Demak, sizlar videoni shuning uchun ko'rib bosib kirgansizlar. Akalar, birinchi navbatda men sizlarga rahmat aytmoqchiman kattakon. Bizning kanalimizda naq 9000 obunachiga yetdik akalar. Albatta hammanglarga katta rahmat akalar. Endigi maqsadimiz 10 000 obunachi. Albatta 10 000 obunachini ham tez erishib yetib tashlaymiz degan umiddaman. Albatta sizlar qo'llab tursanglar akalar. Nima bo'ladi, bitta joyga o'tirib bug bo'ldi, cho'ta. Bug emas, prosta men tez boshlab qo'ydim akalar. Bug deb bo'lmaydi buni. Xo'p, qaytadan o'xshamadi, prosta. Tak. Xullas, bizning asosiy rejamiz mana bunaqa borishida. Zombilar prosta nima deydi? O'z yo'li yarmi 2 bo'lgandan keyin orqaga qaytdi bular. Yedan nechota nima ular sakra kelayotgan uchun efanda. Deb bo'ldi. Itak sakramasi kerak degan esimdan chiqib Xo'sh akalar, 1-2 soniya oldin bo'lgan narsalarni unutdinglar. Chota nimagadir zombilar boshqacharoq harakat qilib boshladi. Chota menga yoqmayapti bu. Xo'sh, menga вообще tak bularni qilgan ishlari umuman o'zlari ham yoqmayapti. Maslahatim sakramasdan boringlar akalar. Sakrab borsanglar o'lib qolasizlar. Hozir mana Molotovga ancha-muncha zombi o'lib ketdi. Qaysam akalar? Tak, endi bizani pulimiz yo'qligiga yarasha biza shunaqa mikro nima deydi o'zi ota esimda ham yo'q bu orujani, lekin normal akalar bittaga yopyapti. Agar shu videoda ancha-muncha like yig'sanglar, endi qancha 100 tadan ko'proq like yig'sanglar, men keyingi videoda zombilarni o'ldirish uchun eng kuchli qurollar ketma-ketligini akalar ko'rsataman sizlarga. Albatta bu sizlarga yoqadi. Shuning uchun ham like bosib qo'yishni unutmanglar. Shuning uchun ham like bosishinglar shart. Axir video qiziq videoda, конечно, da. Sizlar qiziqasizlar-da. Lekin o'zi e'tibor bergan bo'lsanglar ham, kanalimda oddiy videodan ko'ra, ya'ni boshqa o'yindan video olsam, Special Forces Group chalik ko'p prosmotr yig'maydi. Bilmadim nimaga sizlar shunchalik bu o'yinga qiziqasizlarmi yoki boshqa narsagami, bilmadim, lekin ana shu o'yindan ancha-muncha ko'p nima deydi, prosmotr oladi. Xo'sh. Jinnerson men yashikka borishga qo'ymayapti bular. Voy. Yo'q. Bo'l, normal. Amalladik, bir epladik. Tak, hop kelyapti. Voy, men qo'ymaysizlar, akalar, qo'ymaysizlar. Shunday qilinglar-da, mayli, men ko'nglimda qolar, lekin voy. Eslab qolaman lekin. Jinnerson men akalar o'sha yashikka oldiga boshimga qo'ymayapti. Mayli, endi kerak yo'q, o'sha biz yutdik, mana human win, biz g'alaba qozondik. Endi bemalol men tashqariga chiqib, mana otib, buni ham otamiz-da, shuni yursak ham bo'ladi. Все. Easy peasy. Tak, endi keyingi karta akalar. Keyingi karta bu Tundra kartasida bo'ladi. Tundra kartasidagi bu joyda o'tgan videomda adashmasam ko'rsatgandim. Nimaga shit oldimman? Adashib shit olib qo'ydim. Avdol. Endi shit yo'q. Bu bugmi nima bu? Mayli, unutamiz. Xullas, mana bu joyga
sekin, astalik bilan, shoshmasdan kelib olasizlar. Mana shu yoqqa o'tirasizlar. Zombilarning o'zi sizlarga oldinglarga keladi, o'ldirmani degandek qilib. Sizlar bo'lsa bemalol qo'linglardagi orужияni olasizlar, xohlasanglar o'qlaysizlar, xohlasanglar molotov sotib olasizlar, chunki bu yoqda o'zingizlar bilgandek, o'shani turadi. Yashik nima deydi, magazin bor. Bemalol magazindan narsa olsanglar bo'ladi mana akalar. Men molotov olaman, tashiyman. Просто easy. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu pastdagilar yongancha uzoqdagilarni otib tursanglar ham bo'ladi mana. Mana akalar, bemalol sizlarga katta layfhak akalar, rahmat demaysizlarmi? Rahmat deyishga shart emas, просто like bossanglar, shuni o'zi katta rahmatinglar bo'ladi. Tak, bo'ldi akalar. Вообще. Itak sizlarni o'ldira olmaydi bu odam. Chunki bular bo'yi yetmaydi ozgina. Bo'yi pastroq. Tak, mayli. Xo'sh, qana, tez bo'l. Uka. Yo, killer bo'lib ketdimi, akalar? Tak, mayli. Voy. Оружие o'qimiz yetmasa hali. O'tda dravga bo'lamiz. Dravga ham 5-6tasini bitta deb o'rayapti-da. Da, shunaqami yo? Men shunday ko'rinyaptimi? Bitta deb yaptimi, ikkitasini? Da, ikkitasini bitta deb yapti. Yana ikkitasini bitta deb yubordi. Dravavik akalar, Dravavik bilan hazillashmanglar. Dravavik legenda. Uncha joyda. Masalan, PUBG ni ham Dravavik bilan ancha ishlar qilib tashsa bo'ladi. PUBG nima aloqaga oldim, bilmadim. O'zing aloqaga olding-ku. O'tda o'zim bilan o'zim gaplashishni boshlayapman. Itak hozir ham o'zim bilan o'zim gaplashyapman, lekin men sizlar bilan gaplashyapman. Chunki men obunachilar bilan gaplashishim kerak. Hozir men obunachilarimga video olyapman chunki. Da. Tushunarli? Bo'ldi akalar. Mana. Bemalol уже 55 ta kill qildik. Xo'sh, endi keyingi karta desyapti. Akalar, o'zingizlar ham bilsanglar yozib qoldinglar, menga muhim. Men bilmayotganlarimni ham bilsam, xursand bo'laman. O'zingizlar bilayotgan kartani ham karta debman, joylarni ham yozib qoldinglar. Men ham bilmayotganimni bilib olsam, xursand bo'laman. Tak, o'zimiz sevimli avgimizni olaman. Mana yoqqa chiqaman, mana yoqqa o'tiraman, orqamdan keladi to'nkalar armiyasi. Da, bu yaxshi bo'lmadi. Chunki men sal kechga qoldim-da. Slow motion bizda yo'q edi, shuning uchun ham nima qiladi, uchib yuribdim osmonda. Mayli, qayerdan? Revanch bo'lmadi. Mayli. Itak zombilarni mana shu yerdan turib ham akalar bemalol yo'q qilsanglar bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman sizlarga bitta. Xo'sh, tak keladi. Ketdi, ikkita minus. Ayo, minus mana. Qoch. Endi qochamiz akalar, qochmasak bo'lmaydi. Hop. Orqasidan o'ldiramiz, keyin o'zini o'ldiramiz. Mana yoqdan bittasi kelyapti. Bu yoqdan bittasi kelyapti. Tak, hop. Yaxshi. Hop, to'xta, sekin, yo'l yo'q qolmayapti akalar, yo'l qolmayapti prosta bizga, o'qim qolmadi. Qisilib qoldim, minus. Yaxshi, orqamda hech kim yo'q. Orqamda ham bor ekan. Bilganim qaranglar akalar. Killerman-da vashi. Voy. Sog' qoldi. Vah, orqamdan kelib qoldi. Mayli. Buni unutamiz hozirchalikka. Sizlarga o'sha ko'rsatgan birinchi joyimda eplab olib o'tirsanglar, slow motion olsanglar, bemalol kill qilsanglar bo'ladi. Itak hozir men ulgurmay qo'yaman, chunki zombilar mendan tezroq yuradi. 2 soniyaga. Tezroq yurishni bilmadim, lekin tezroq sakrashni, balandroq sakrashni bilaman. Xo'sh. Men tepaga chiqmasdan oldin tozalashim kerak bitiktasini. Ay, ulgurmadim-da, akalar. Ulgurmay qoldim. Xullas, mana shu joyga o'tira olasizlar-da. Ko'ringlar, o'zinglar ham. Xo'sh, keyingi joy. Bir obunachim yozgan ekan, house o'tgan videoda. Ana shu house oldidagi nima deydi? Favoraga chiqib olsangiz o'ldirmaydi deb. Lekin bu xato akalar. Zombilar sakrashni biladi. Bular sakrab chiqinglar, qarab turinglar. O'sha bo'lman, o'ldim. Mana sakrab mana. Shu ko'rasizlar, sakrab urib tashlaydi. Bu joyga o'tirmaydi. Faqat botlar bilan qilsanglar bo'ladi. Lekin house kartasida yo'q edi menimcha. Bor.
Bor akalar. House kartasida ham bor, men esimga tushib qoldi. Hozir ko'rsataman akalar sizlarga. House kartasida bor, lekin sal chiqish qiyin. Shunisi bor. Chiqish ozgina qiyin. Mana bu joy. Bitta ikkita youtuberlarni ko'rdim, bu yoqqa chiqib, kulgili bitta ikkita videolar olgan ekan. O'zingizlar bilasizlar. Keyin bunaqa devorga sakrashsak, da, понятно. Akalar ko'rdinglarmi? Juda ham chotki joy. Mana akalar ko'rasizlarmi? Zombilar bitta aql yetmaydi. Voy. Ha, yo'q. Manda ayb bo'ldi. Men somonni anaqa butanning ustiga chiqib olganim uchun zombi sakrab ustimga chiqib ketdi. Hozir ko'rsataman akalar qaytadan. Men o'ligim ketdi. Abdullabat pastga. Mayli. Restart beramiz. Xo'sh, kalash olib olaman. Buni olamiz, bo'ldi. Hozir ko'rsataman akalar sizlarga bu joyni. Ketdi. Tez vaqt biz uchun vaqt juda muhim. Vaqtni nima qilishimiz kerak. Mabodo pastga tushib ketsanglar ham biron joydan random paydo qilib qo'yadi. Hop. Yaxshi, millisekund qoldi prosta. Bo'ldi akalar. Mana shu yoqqa o'tirib olasizlar. Oy. O'zi ham xohlaganday urib tashlayapti-da. Bo'pti. Shi. Voy! Chiqibdi-ku. Ya akalar, lekin bu yoqqa chiqib olmasligi kerak edi. Lekin chiqib olmasa ham bo'ladi. Mana bu tomondagi devorga o'tib olsanglar, keyin chiqa olmaydi. Lekin men hozir u yoqqa o'tib olmayman, chunki sal qiyin, ancha qiyin u devorga o'tish. Shuning uchun ham keyingi kartani men sizlarga ko'rsataman. West kartasida bor akalar. West kartasida mana akni olamiz, biron ikkamiz, dekil olamiz bo'lib turibdi. West kartasida mana bu tepada bor. Men o'tgan videoda menimcha ko'rsatgandim. Bu joyni bemalol mana shu yoqqa o'tirib zombilarni kill qilsanglar bo'ladi. Ne tak zombi, balki любой oddiy botdan ham, lekin botlar o'tib qo'yadi. Shunisi bor. Tak, mana pastimizda zombilar yig'iladi. Biz ularni bemalol mana shunday otamiz. Hozir hammasi yig'ilmagan, hammasi har qayoqdan, tomlardan, u yoqdan, bu yoqdan mana killshon qaylar kelib ularni voy. Mana otamiz. Ko'rasizlarmi? Kelar o'sha kill qaylar, nechta kill qildim o'sha. Ko'rasizlarmi? Nechta kill qilib tashladim. Oson. Tak, rock sticker va bilan nomlari ham o'zlaridan xunuk. Yo, bularni ko'payib ketganini akalar ko'rasizmi? Tagimizda qancha zombi yig'ilgan. Dahshat edi bular, ko'pligini. Yo, o'laman. Yo'lim qolmadi akalar. Mana hozir o'laman. O'limga yuz tutdim. Lekin qochib ketishim mumkindir. Voy, bularni ko'pligini, lekin ita qochishim mumkin akalar, qaylar. Yo, qochdim akalar. Voy, Dani. Qo'limdan keldi hech narsa. Ko'rdinglarmi akalar? Shunday qilishimga o'zim ishonmadim to'g'risi. Urdi. Mana shu zombini yomon ko'raman. Qo'lni qaranglar, bitta qo'l bittasidan katta bo'lib qolgan. Yo, o'zi shunaqa. Ikkita qo'li ham katta ekan. Itak pistoleti bor. Demak bu harbiy zombi. Ya'ni harbiy bo'lgan zombiga aylanishdan oldin. Xo'sh, endi keyingi karta Ruinsda bo'ladi. Xo'sh, Ruinsda mana bunaqa narsalar olsanglar, o'zingizlarga foyda, juda ham katta foyda bor. Xo'sh, mana shu tepaga o'tirasizlar, mana bunday qilasizlar, bitta bunday tashab qo'yasizlar. Tamam. Prosta easy. Men yoqaman. Zombilar chiqmaydi akalar, даже tepanglardan ham o'tib ketadi, nima deydi? Narvondan chiqadi, lekin seni o'ldirmaydi. Itak zombilar tepaga chiqishni bilmaydi-da. Narvondan chiqishni biladi, lekin mana bu joyga chiqishni bilmaydi. Zinadan chiqishni bilmaydi. Zinadan chiqishni aql yetmaydi. Turishdan qayda biladi? Kal. Turq sovuq kal. Akalar yaqinda Grenadidan video olmoqchiman. Nima deysizlar shunga? Olaymi yo olmayman? Yo bo'lmasa sizlarga kontr qiziq. Kommentariy yozib qoldiringlar. Tak, voy, bularning ko'pligini akalar ko'rasan, pastga qarab kill qilish qaysi tomondan juda ham g'alati, lekin masalan menga bunchalik emas. Pulli qaylar akalar, pulli oqib kelishini yo'q. O'zi 2 minutda bemalol 15 ming yig'ib qo'ydim-da. Bo'ldi. Xolos, Ruinsda yana bitta joy bor. Ko'rsatsak ham cho'zilib ketadi. Xo'sh, bizga bu tomonda emas, narigi tomonda, narigi uyda bor, narigi uyda, o'sha tomonda bor. Xo'sh, spawn qayerdan bo'ldi-da, yaxshi, normal. Qayerdanman? Bittaman. Tak. Xolos, bittasi mana bu joy. Lekin men sizlarga maslahat bermayman buni, chunki bu yerda
sizlarni topib olishlari, ya'ni zombilar bir-birining ustiga sakrab chiqib o'ldirib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun ham mana shu turgan joyimni maslahat beraman. Bu yoqqa zombilar hech qanaqasiga kela olmaydi va sizlarda bemalol magazinni oldida o'tirasizlar. Magazindan narsa olib, bemalol o'tirasizlar. Mana chiqmoqchi bo'ldi, lekin aqli yetmadi. Prosta aqli yetmaydi. Tak, shu bahonada ikkinchi joyni ko'rsatib ketaman. Tak, mana pastga tushamiz. Voy. Yo'qol to'nka. Tak, bo'laman. Pastga tushib oldim akalar. Mana bu yerda hammasi men muxlislarim o'tiribdi ekan. Hammasi meni go'shtimga intiq bo'lgan zombilar. Tak. Mana shu yoqqa o'tirasizlar. Voy, bularning ko'pligini. Mana shu yoqqa o'tirasizlar akalar, bular sizlarni hech qanaqasiga o'ldira olmaydi. Haydan juda ko'p zombi o'tiribdi. Lekin bular tepamizda ham bor. Tak, bilan kelib yo'q qo'yamiz akalar. Yo'q qo'ysak mana bunday qilamiz. Otamiz, tamom, bular yonib ketadi o'zi. Da akalar, mana shunaqa 3 ta zombini o'ldirdim o'zi. Shu yerda hech kimni anaqa qilmasdan yana bitta prosta Molotovni o'zi qilib qo'ygan ishdi. Bo'l akalar. Bu kartada ham tugadi. Xo'sh, endi yana qaysi kartada bor edi? Menimcha boshqa yo'q edi, menimcha eslashga harakat qilaydi. Boshqa yo'q edi. Da, agar o'zingizlar bilsanglar ham yozib qoldinglar, men albatta inobatga olaman. Xullas do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Albatta like bosib, obuna bo'lib ko'rayotganlar juda ham xursandman sizlardan. Albatta men kanalimni podpishka qilib 10 mingtaga oz qoldi deylar. O'zi 10 mingtaga pashta yetib bordik. Albatta stream qilaman o'sha kuni. Xullas bugungi video shulardan iborat edi. Keyingi videolargacha uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Tugadi.